Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, Boshpana TV kanalini ko'rasizlar. Men sizlarga arzon narxda Tartivoyda joylashgan 2,5 sotulik uyni ko'rsataman. Hozirroq pastki raqamlarga telefon qilib xarid qilsangiz ham bo'ladi, lekin videoni oxirigacha ko'rib oling, chunki ma'lumotga ega bo'lib olishingiz kerak. Videoni ko'rmasdan turib telefon qilib "Nech pulman bo'ying?" demanglar. O'zi 4 minutli video, oxirigacha ko'ringlar. Iltimos sizlardan bitta like bosib qo'ying. Men sizlar uchun tinmayapman, harakatdaman arzon joylarni topishga. Aynan shu Tartivoydagi 2,5 sotuv yer maydoniga ega 4 ta xonasi bor, 2 ta sanuzeli bor, bitta tashqarida hojatxonasi bor bo'lgan uyni ko'rsataman. Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Behizor mahallasi, Munavvar 59-uyda turibmiz. Aynan shu uy Tartivoyda joylashgan. Bu taraf zeleniy zona ham sizniki. Bu taraf zeleniy zona ham sizniki. O'zingiz chiroyli qilib narsalar ekib, archalar ekib, o'zingiz xohishingizga qarab chiroyli qilib olasiz. Sizni ham uy sotish kerak bo'lsa, uy joyingizni sotish kerak bo'lsa, kvartirangizni, yeringizni, uchastkangizni sotish kerak bo'lsa, tepada nomerim 97 kodi bilan 422 27 75 telefon qilsangiz, sizga mos shartlarda, har xil shartlarda uy joyingizni sotishga yordam beramiz. Auditoriyamiz keng. Reklama qilgan uylarimiz juda ham tez sotilib ketyapti va ozgina gapiga javob bera olmaydigan insonlar bizning reklama xizmat haqimizni anaqa edi deb telefonlarini ko'tarmay yo'q qo'yayotganlar ham bor. Xudo insof bersin ularga. Mana shu xonadon sotilyapti. 59-uy, Munavvar 59. Biz qayerda turibmiz? Men sizlarga yana bitta takrorlayman, orientirlari bilan. Yangiobod bozoriga 1 kilometr masofada turibmiz. Rohat Koltsovoy krugiga 1,5 kilometr masofada turibmiz. Kadishva bozoriga 3 kilometr masofada turibmiz. Yangiobod mahallalarga yaqin, faqat Behizor mahallada turibmiz. Mana shu xonadon. Ketdik, bismillahirrohmanirrohim. Tashqariga bemalol bitta mashinangizni qo'yasiz, ichkariga ham bemalol bitta mashinangizni qo'yasiz. Tepalari yopiq, tepada boloxona joylashgan ekan. Boloxona ham 4 metrga 6 metr dedilar adashmasam. Uy sinchdan qurilgan dedilar. Bu eski tarafi, bu yangi taraf ekan. Kichkinagina hovlisi bor, katta xo'rozlari bor. Menimcha xo'rozni berishmasa kerak. Bu yerda tashqari tarafdagi hojatxonasi bor. Remont talab, faqat remontni qilib olasizlar. O'zingizlarga moslab remontni qilib olsanglar bo'ladi. Xo'p. Bu yerda oshxonasi joylashgan, oshxona joylashgan. Ichkarida ham sanuzeli bor. Bu ichkarida sanuzeli joylashgan, eskiroq, faqat uni ham remont qilib olasizlar. Remont talab. Bu yerda hozirgi kunda unaqa ko'p yashashmayapti. Bu yerda mana sanuzeli yangi qurishgan, buni ham remonti bitmagan. Buni ham remont qilib yaxshi qilib olsanglar bo'ladi. Xo'p, bu tarafda xonalari joylashgan. Bu mana bitta zal. Bu bitta zal, kattagina. Gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Maktab, bog'cha, masjidlar juda ham yaqin. Mana bu yerda ikkinchi zal desangiz bo'ladi. Bu tarafda yotoqxona joylashgan. Tashqariga qaragan romlari bor. Xo'p. Bu yerda yana bitta xonasi bor. Bu ham kattagina keng xona ekan. Bu xonadonimiz Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Behizor mahallasi da joylashgan. 2,5 sotuv yer maydoniga ega, Tartivoyda joylashgan. Narxi $99,000 baholashyapti. Pastda egalari nomeri, aynan pastdagi nomerlarga telefon qilsangiz, xonadon egalariga bog'lanasiz va kelishtirib, savdolashib xarid qilib olsangiz bo'ladi. Bizni arzon uylarni qo'yibamiz, e'tibor beringlar. Va bu bitta like bosishinglarga, kommentariyada rahmat yoki bo'lmasa duo qilib qo'yishinglarga arziyman deb o'ylayman, agar dilinglarda bo'lsa. Siz ham uy joyingizni sotmoqchi bo'lsangiz, tepadagi nomerlarga telefon qiling, o'zim javob beraman. Uy joyingizni borib chiroyli qilib obzor qilib, tez kunda sotilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Kommentariyada menga ham Toshkent shahridan, yaxshi uylardan nasib qilsin, farzandlarimga, jigarlarimga zo'r uylar nasib qilsin deb yozib olgan har bir insonga, boshpana qidirayotgan insonlarga zo'r boshpanalarni Allohim 2026-yilda o'z g'oyibidan yetkazsin. Bitta duo qilib qo'yinglar. Meni ham, sizlarni ham, hammalarni yaqin tanishlari boshpanali bo'lib qolsin. Demak, keyingi boshpanalarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.